Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, efirda yuzma-yuz ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugun ko'rsatuvimizda Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi faoliyati va undagi imtiyozlar haqida so'z yuritamiz. Shu maqsadda suhbatlashish uchun studiyamizga Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi fakultet dekani Aziz Bobojonov hamda Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi Sherzod Yo'ldashevlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Dastlab yuridik texnikum faoliyati bilan batafsil tanishtirib o'tsangiz, aynan ushbu ta'lim muassasasida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Rahmat. Assalomu alaykum. Yuridik texnikum faoliyati bo'yicha qisqacha tanishtiradigan bo'lsam, Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentyabrdagi 58-sonli professional ta'lim tizimini yanada takomillashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan eski sobiq Sirdaryo viloyat akademik litsey o'rniga Sirdaryo viloyat yuridik texnikumi tashkil etilgan. Texnikumimizda jami 43 nafar o'qituvchi pedagog va texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlar faoliyat yuritib kelmoqda. Texnikumimizda jami 720 o'quvchi o'ringa ega bo'lib, barcha sharoitlarga ega bo'lgan 100 o'rinlik talabalar yotoqxonasi, sport zallar va uchrashuvlar o'tkazish uchun faollar zallari va amaliy darslar uchun axborot markazlari faoliyat yuritib kelmoqda. Texnikumimizda hozirda bugungi kunda davlat huquqiy faoliyati, yuridik xizmat, sud huquqiy faoliyat yo'nalishlarida 2 yillik dastur asosida professional, o'rta maxsus professional ta'lim bo'yicha kadrlar tayyorlanib kelmoqda. Ta'lim sifatini oshirish uchun hozirda texnikumimizda Vazirlar Mahkamasining 359-sonli qaroriga asosan ta'lim kredit modul tizimida olib borilyapti. O'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish maqsadida amaliyotlarga chiqarilyapti. Sud muhofaza qiluvchi organlari, advokatura, prokuraturada, majburiy ijro byurosida, notariuslarda, advokaturalarda va davlat xizmatlari agentliklarida nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish maqsadida kunlik amaliyotlarga chiqariladi. Va ulardan amaliyotchi xodimlarni ham bizlar dars jarayoniga jalb qilganmiz. Darslar sifati hozirgi kunda yaxshi. Shu o'rinda aynan texnikum bitiruvchilarga qanday imtiyozlar ham berilgan? Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Juda to'g'ri savol bo'ldi. Hozirgi kunda yuridik texnikum bitiruvchilariga juda ko'p imkoniyatlar yaratilgan. Hozirgi Vazirlar Mahkamasini 2021-yil 22-noyabrdagi 705-sonli qaror mavjud. Shu qarorning nizom talabida yuridik texnikum bitiruvchilariga, yuridik texnikumni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarga Adliya boshqarmasi boshlig'ining tavsiyanomasi yo'llanmasi bilan hozirgi kunda respublikamizda 6 ta yurisprudensiya mutaxassisligi bo'yicha oliy ta'lim tashkiloti mavjud. Ular Toshkent davlat yuridik universiteti, Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti, Samarqand davlat universiteti, Namangan davlat universiteti, Termiz davlat universitetining yurisprudensiya mutaxassisliklariga 2-kursdan qabul qilish imkoniyati mavjud. Ular 1-kurs o'qimaydi, 2-kursdan o'sha qabul qilinadi. Texnikumni bitirayotgani uchun bu bitta imkoniyat. Bu ham birinchi. Ikkinchi imkoniyat, undan tashqari hozir mana Toshkent davlat yuridik universiteti bilan qo'shma ta'lim shartnomasi imzolagan davlatlar bor. Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston Respublikasi va Belorussiya davlati bilan, ular davlati bilan yuridik mutaxassisligi bo'yicha yuridik kadrlarni tayyorlash uchun shartnoma imzolangan. Bitiruvchilar xuddi shu qo'shma ta'lim dasturi asosida 2 diplomlik ta'lim asosida o'qishga 2-bosqichdan qabul qilinadi. Unda nostrifikatsiyasiz diplomga ega bo'ladi. Qanday bo'ladi bu? Misol uchun 2 ta diplomlik, ham yuridik universitetning diplomi va o'sha tanlagan davlatning diplomiga ega bo'ladilar. Va faoliyat yuritish mumkin. Bu imtiyoz imkoniyat. Va undan tashqari ularga ishga joylashish uchun mana yuridik texnikum bevosita mana Adliya boshqarmasi tomonidan ularga ishga joylashish uchun ko'maklashadi. Yuridik texnikum. Shunday imkoniyati mavjud. Rahmat. Aynan Sherzod aka, ta'lim tizimidagi asosiy muammolardan biri albatta o'quvchilarning nazariy bilimlarining amaliyot bilan uyg'un emasligidir. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun qanday ishlarni amalga oshirib kelmoqdasizlar? O'rinli savol bo'ldi deb o'ylayman. Haqiqatan amaliyot bilan, ya'ni ish jarayoni bilan nazariy bilimlar uyg'unligi biroz nomutanosib bo'ladi ta'lim tizimida. Ushbu muammoni bartaraf qilish uchun hukumat tomonidan 31-16-sonli Adliya vazirligi tomonidan maxsus buyruq qabul qilingan, ya'ni amaliyot o'tash tartibi to'g'risidagi nizom. Yuqorida ta'kidlab o'tildi. O'quvchilar 1 va 2 bosqichda
25 ish kunidan iborat bo'lgan amaliyotga chiqishadi. Ya'ni birinchi bosqichda tanishtiruv amaliyoti, ikkinchi bosqichda malakaviy amaliyot. Va shu muddat davomida o'zlarining egallagan nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unligini mustahkamlaydi. Bundan tashqari dars jarayonida ham nafaqat nazariy bilimlarni beramiz, balki o'sha nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lab berish tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu tizimga qanday erishyapmiz? Hozirgi kunda texnikumimizda har bir xona zamonaviy o'quv metodik materiallar bilan yetarli darajada jihozlangan. Bularga misol qilib, masalan, internet tarmog'iga bevosita ulangan kompyuterlar orqali boshqariluvchi katta monitorlar, ya'ni oddiy qilib aytganda televizorlar deylik. O'sha televizorlar orqali darsga taalluqli bo'lgan, mavzuga taalluqli bo'lgan audio, video vositalardan dars o'tiladi. Ya'ni masalan, bir sud protsessiga oid mavzu bo'lyapti. Sud protsessiga oid mavzu bo'lyapti. Uni bevosita o'quvchilar ongida shakllantirib, shu nazariy ko'nikmalarni amaliyot bilan uyg'unligini ta'minlash uchun shu videoroliklarni qo'yib beriladi. Oldi sudni videoroliklarni va hokazo. Bundan tashqari darslarda prezentatsiyalardan foydalaniladi. Bu bevosita o'quvchilarda shu nazariy bilimdan amaliy bilimini uyg'unligini ta'minlaydi deb o'ylaymiz. Rahmat. Aynan o'rta maxsus professional ta'lim mutaxassisligi bo'yicha diplomga ega bo'lgan bitiruvchilar qaysi organlarda ishlashlari mumkin? Xo'p, hozirgi kunda viloyatda demak o'rta maxsus professional ta'lim mutaxassisligi bo'yicha demak yuridik kadrlarga bo'lgan talab quyidagi organlarda demak yuqori. Masalan, xo'jalik tashkilotlarida huquqshunos bo'lib ishlashlari mumkin. Bu degani har qanday xususiy sektordagi xo'jalik tashkilotida huquqshunos, yurist konsul bo'lib lavozimlarda ishlash mumkin. Bundan tashqari, mehnat muhofazasi bo'yicha inspektor, pensiya tayinlash va to'lash bo'yicha inspektor lavozimlarida ishlayotganlar bor. Ijtimoiy ko'mak va ijtimoiy xizmat xodimi bo'lib ishlayotganlar bor. Fuqarolik holatida davlatnomalarni qayd etish organlari, ya'ni oddiy qilib aytganda FHDYO, ZAKS organlarida inspektor bo'lib ishlayotganlar bor. Advokat yordamchisi, notarius yordamchisi lavozimlarida ishlashadi. Bundan tashqari huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha inspektor, voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'yicha inspektor lavozimida, sud ijrochisi, sud majlisi kotibi, devonxona mudiri kabi ko'plab boshqa lavozimlarda ham demak ishlashlari mumkin bo'ladi. Rahmat. Aynan Sirdaryo viloyati yuridik texnikumiga o'qishga kirish istagida bo'lgan yoshlarga qanday tavsiyalar bera olasizlar? Umuman texnikumga hujjat topshirish, imtihonlar tartibi haqida ham aynan bizni tomosha qilib o'tirgan muxlislarimiz uchun juda ham qiziqdir. Keling shu savollarga javob bersalaringiz. Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi Adliya vazirligi tasarrufidagi ta'lim muassasasi hisoblanadi va u yerdagi o'quv uslubiy jarayonlarni Toshkent davlat yuridik universiteti muvofiqlashtirib boradi. Yuqorida ta'kidlab o'tildi. 3 ta yo'nalish bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. Davlat huquqiy faoliyat, sud huquqiy faoliyat va yuridik xizmat yo'nalishlari bo'yicha. Bu yo'nalishlar bo'yicha kadrlar 2 yillik o'quv dasturi asosida o'qitiladi. Kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida o'qish imkoniyati mavjud. Demak, o'qishga topshirish, hujjatlarni topshirish yuridik texnikumga 1-avgustdan 20-avgustgacha bo'lgan muddatda va 20-avgust kuni ham hujjatlarni onlayn tarzda topshirishadi abituriyentlar. Texnikum DTM.uz sayti yoki MyGov.uz portali orqali hujjatlar topshiriladi. Bundan tashqari qabul komissiyasi bizda faoliyat yuritadi har yilgi mana shu davr oralig'ida, hujjatlar topshirish davri oralig'ida hujjatlarni onlayn topshirish qiyinchiliklarga duch keladigan abituriyentlar bo'lsa, bevosita kelib hujjatlarni topshirishlari mumkin. Hujjatlar deyapman, qaysi hujjatlarni topshiradi abituriyentlar? Birinchi o'rinda pasport va nusxasi, pasport nusxasi va umumiy o'rta ta'lim muassasasini bitirganlik to'g'risidagi attestat yoki demak o'rta maxsus ma'lumotni tasdiqlovchi hujjatini, ya'ni diplomini topshiradi. Agar kollej bitirgan bo'lsa, maktab bitirgan bo'lsa, attestat bilan. Demak, yuridik texnikumga kirish sinovlari test shaklida bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun test shaklida bo'ladi. Imtihonlar 25-avgustdan 30-avgustgacha bo'lgan muddatda Adliya vazirligi va DTM kelishib sanasini belgilaydi, lekin asosan mana shu 25-avgustdan 30-avgustgacha bo'lgan muddatda bo'lib o'tadi.
demak O'zbekiston fuqarolari uchun test shaklda, xorijiy fuqarolar uchun og'zaki suhbat shaklda, ko'zi ojiz fuqarolar uchun tanlov asosida demak topshirishlari mumkin o'qishga. O'qishga kirishda ham ba'zi imtiyozlar mavjud. Kimlarga imtiyozlar beriladi? Asosan demak kirish sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan ijtimoiy himoya reyestrida turuvchi insonlarning farzandlari yoki demak birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lsa, qo'shimcha davlat granti asosida o'qishga qabul qilinadi. Avvalambor aytish yodimdan ko'tarilibdi. Demak, davlat granti va to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilinadi, ballar ketma-ketligi bo'yicha. Demak, qo'shimcha grantlar ham mavjud ayrim toifadagi abituriyentlarga. Labay. Qamrova necha kishi? Qamrov, yaxshi. Nafar? Bu yilgi qamrovimiz 180 nafarni tashkil qiladi talabalarimiz. Kvotamiz aniqrog'i. Shundan davlat huquqiy faoliyat yo'nalishining kunduzgi shakliga 60 nafar, 10 ta grant, 50 ta kontrakt qabul qilinadi. Sud huquqiy faoliyat yo'nalishida 5 ta grant, 25 ta kontrakt, umumiy 30 nafar talabani qabul qilamiz. Shuningdek, yuridik xizmat yo'nalishiga kunduzgi shakliga 5 ta grant, 25 ta kontrakt, umumiy 30 nafar talaba qabul qilinadi. Xuddi shuningdek, sirtqi ta'lim shakllariga, davlat huquqiy faoliyatiga, yuridik xizmat faoliyat yo'nalishiga va sud huquqiy faoliyat yo'nalishiga bir xil 30 tadan 90 nafar talaba o'qishga qabul qilinadi. O'qishga qabul qilinayotganda, demak, o'zini to'plagan balliga ko'ra ketma-ketlikda qabul qilib olamiz. Shuningdek, Toshkent davlat yuridik universitetiga o'qishga topshirib kira olmagan, ammo tegishli ballning 56% dan ortig'ini to'plagan abituriyentlar ham Sirdaryo viloyat yuridik texnikumida o'qish imkoniyatiga ega bo'lishadi. To'lov kontrakt asosida qo'shimcha qabul bo'ladi bu. Shu. Shuningdek, B2 sertifikatiga ega bo'lgan abituriyentlar ham, masalan, chet tildan sertifikati bor abituriyentlarni to'lov kontrakt asosida imtihonsiz o'qishga qabul qilish tartibi ham mavjud. Shu. Rahmat, tashrifingiz, bildirilgan fikrlaringiz uchun katta rahmat. Yana bir bor ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Rahmat sizga. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, siz yuzma-yuz ko'rsatuvining navbatdagi sonini tomosha qildilaringiz. Bugun ko'rsatuvimizda Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi faoliyati va undagi imtiyozlari haqida Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi fakultet dekani Aziz Bobojonov hamda Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi Sherzod Yo'ldoshevlar o'z fikr mulohazalarini bildirib o'tdilar. Bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.